AQSh yoshlari Isroilga qarshi burilmoqda. Netanyahu xavotirli bayonot bilan chiqdi. Qozog'iston urush saboqlaridan xulosa chiqarmoqda. Dron ishlab chiqarish bo'yicha katta qadam tashlandi. Maxfiy reja va kiberhujum. Armanistonda Ukraina ssenariysi takrorlanadimi? 1-iyundan elektr va gaz narxlari o'zgaradi. O'zbekistonda yangi tariflar tasdiqlandi. Zelenskiy Rossiyaning eng keng ko'lamli hujumiga javob tayyorlashni buyurdi. Eron Hormuz bo'g'ozini barcha kemalar uchun ochdi, ammo bir sharti bor. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Benyamin Netanyahu CBC telekanalining 60 Minutes intervyusida Isroil nafaqat harbiy frontlarda, balki axborot urushida ham qiyin vaziyatga tushib qolganini ochiq tan oldi. Uning aytishicha, Isroil bir vaqtning o'zida 7 ta frontda jang qilayotgan bo'lsa-da, 8-front ijtimoiy tarmoqlar va media maydonida raqiblar ustun kelmoqda. Netanyahu ayniqsa amerikalik yoshlar orasida Isroilga nisbatan munosabat keskin yomonlashayotganini xavotir bilan tilga oldi. U intervyu davomida smartfonni qo'liga olib, ijtimoiy tarmoqlar orqali istalgan inson haqida monster obrazini yaratish mumkinligini aytdi. Uning fikricha, agar ma'lum bir tasvir yoki ayblov qayta-qayta takrorlansa, odamlar uni haqiqat sifatida qabul qila boshlaydi. Netanyahu buni Isroilning eng katta media muammosi deb atadi. Shu bilan birga u Isroil media frontida kutilmagan darajada samarali ishlay olmaganini tan oldi. Intervyuda yana bir muhim bayonot yangradi. Netanyahu Isroilni AQSh moliyaviy yordamidan bosqichma-bosqich chiqarish rejasini ma'lum qildi. Uning aytishicha, Isroil hozir AQShdan har yili 3,8 milliard dollar harbiy yordam oladi. Ammo kelgusi 10 yil ichida bu mablag'ni nolga tushirish kerak. U hatto kelasi kongressni kutmoqchi ham emas, hozirdan boshlashni xohlayman dedi. Netanyahuning bu pozitsiyasi AQSh jamoatchiligida Isroilga nisbatan munosabat o'zgarayotgan bir paytda aytildi. PF tadqiqotlariga ko'ra, amerikaliklarning katta qismi hozir Isroilga salbiy qaray boshlagan. Ayniqsa yoshlar va demokratlar orasida tanqid kuchaygan. Netanyahu esa bu holatning asosiy sabablaridan biri sifatida ijtimoiy tarmoqlardagi kontent va axborot urushi ta'sirini ko'rsatdi. Intervyuning yana bir qismida u Eron bilan bog'liq vaziyat haqida ham gapirdi. Netanyahuning ta'kidlashicha, Eronga qarshi urush hali tugamagan, chunki Tehronda hali ham boyitilgan uran zaxiralari, raketa dasturlari va proksi kuchlar saqlanib qolmoqda. Uning fikricha, agar Eron rejimi kuchsizlansa yoki ag'darilsa, Hizbulloh, Hamas va Husiylar kabi guruhlar ham jiddiy zaiflashadi. Shuningdek, Netanyahu arab davlatlari bilan munosabatlar haqida ham qiziq bayonot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, hozir ayrim arab mamlakatlari Isroil bilan energetika, sun'iy intellekt va texnologiya sohalarida hamkorlikni kengaytirishga qiziqish bildirmoqda. U bu jarayonni ilgari hatto tasavvur qilinmagan darajadagi yaqinlashuv deb atadi. Qozog'iston urush saboqlaridan xulosa chiqarmoqda. Dron ishlab chiqarish bo'yicha katta qadam tashlandi. Qozog'iston va Turkiya birgalikda harbiy dron ishlab chiqaradigan korxona tashkil etadi. Ikki davlat rahbarlari tegishli bitimni imzoladi. Bu haqda O'rda KZ xabar berdi. Gap Turkiyaning Anka zarba beruvchi dronlarini yig'ish haqida ketmoqda. Mazkur dron ilk bor 2013-yilda ishlab chiqarilgan. U 350 kilogagacha bo'lgan foydali yukni ko'tara oladi. Uchuvchisiz uchish apparati 9000 metr balandlikda 30 soatgacha uzluksiz parvoz qiladi. Dron qanotlarining kengligi esa 17,5 metrni tashkil etadi. Qo'shma korxona tashkil etilishi 2023-yildayoq ma'lum bo'lgandi. O'shanda Qozog'iston mudofaa vaziri o'rinbosari Sultan Kamoliddinov Turkiya kompaniyalari bilan hamkorlik olib borilayotganini aytgan. U so'nggi qurolli mojarolar dronlardan foydalanish muhimligini ko'rsatganini ta'kidlagan edi. Biz bu dolzarblikni tushunamiz va tegishli choralarni ko'ramiz. Ayni paytda tayyor dronlarni sotib olmoqdamiz. Bizda allaqachon Isroil va Xitoyda ishlab chiqarilgan dronlar mavjud. Shuningdek, turk kompaniyalari bilan qo'shma korxona tashkil etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda degan u. Vazir o'rinbosari Qozog'iston o'z dronlarini ishlab chiqarayotganini qo'shimcha qilgandi. Hozirda dronlar bo'yicha o'z ishlanmalarimizning sinovlarini o'tkazmoqdamiz. Dronlar, snaryadlar, raketalar va boshqa turdagi qurollar kabi muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ularning soni ko'paytirilishi kerak degan mudofaa vaziri o'rinbosari. Maxfiy reja va kiberhujum. Armanistonda Ukraina ssenariysi takrorlanadimi?
Armanistonning Rossiya bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ehtimoliy harbiy mojarosi Matryoshka faol targ'ib qilayotgan asosiy mavzulardan biriga aylandi. Agentство nashrining qayd etishicha, dezinformatsiya tarmog'i X ijtimoiy tarmog'ida 6-martdan buyon ushbu mavzuda soxta videolar e'lon qilib kelmoqda. Botlarni bloklovchi loyihasi ma'lumotlariga ko'ra, bunday videolardan kamida 20 tasi tarqalgan. Kreml botlari tomonidan tarqatilayotgan soxta xabarlarning mazmuni quyidagicha: Pashinyan parlament saylovlarida g'alaba qozonsa, Armanistonni Rossiya bilan harbiy mojaroga yetaklaydi. Bosh vazir urush boshlash haqida Fransiya prezidenti Makronga va'da bergan. Polymarket platformasining millionlab foydalanuvchilari Armaniston Rossiya bilan mojaro qo'zg'atishi uchun pul tikmoqda. Ofis seriali aktyorlari Armaniston fuqarolarini Pashinyanning g'alabasiga yo'l qo'ymaslikka chaqirgan. Aks holda u Rossiya bilan urush boshlashni da'vo qilishgan. Ushbu mavzudagi so'nggi rolik 11-may kuni chiqdi. Unda Pashinyanning matbuot kotibi go'yo Armanistonda NATO instruktorlari ishlayotganini tasdiqlagani va saylovlardan so'ng bosh vazir Rossiya bilan harbiy mojaro qo'zg'atishi iddao qilingan. 9-may kuni kechqurun jurnalistlar Vladimir Putindan yaqinda Zelenskiyni qabul qilgan va unga Rossiyaga tahdid qilish uchun minbar bergan Pashinyan haqida so'rashdi. Putin bunga javoban shunday dedi: Armanistonning Yevropa ittifoqiga qo'shilish rejalariga kelsak, bu albatta alohida ko'rib chiqiladigan masala. Bu bizning ishimiz emas, biroq Armanistonda EIga a'zo bo'lish bo'yicha referendum o'tkazishni taklif qilgan bo'lardim. Rossiya prezidenti shuningdek Ukrainadagi vaziyatga ishora qilib, o'ziga xos ogohlantirish berdi. Bugun Ukraina atrofida kechayotgan voqealarning markazidamiz. Keling eslaylik, barchasiga nima turtki bo'lgan edi? Ukrainaning EIga qo'shilish haqidagi rejalari va bu yo'ldagi harakatlari emasmi? Avvalroq ham Rossiya rahbari Moskva Armanistonning Yevropa ittifoqi va AQSh bilan yaqinlashish rejalariga qarshi ekanini ochiq-oydin bildirib kelgan edi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. 1-iyundan elektr va gaz narxlari o'zgaradi. O'zbekistonda yangi tariflar tasdiqlandi. Hukumatning tegishli qarori bilan 2026-yil 1-iyundan elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari tasdiqlandi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Qarorga muvofiq 1 va 2 guruh iste'molchilari uchun elektr energiyasining 1 kvot soati 1100 so'm etib belgilandi. 4-guruh iste'molchilari uchun ham elektr energiyasining 1 kvot soati 1100 so'mni tashkil etadi. 3-guruh, shu jumladan aholi uchun tabaqalashtirilgan tariflar saqlab qolinadi. Yuqori hajmdagi iste'mol uchun oshirilgan koeffitsiyentli tariflar saqlanib qolinadi. Tabiiy gaz bo'yicha barcha iste'molchilar uchun 1 kub metr gaz narxi 2000 so'm etib belgilanadi. Avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalari uchun tarif 1 kub metr uchun 2750 so'mni tashkil etadi. Zelenskiy Rossiyaning eng keng ko'lamli hujumiga javob tayyorlashni buyurdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy harbiylariga 13-may va 14-mayga o'tar kechasi amalga oshirilgan Rossiyaning eng yirik havo hujumiga javob variantlarini tayyorlashni topshirdi. Bu haqda davlat rahbari Oliy bosh qo'mondoni qarorgohi yig'ilishi yakunlari bo'yicha ma'lum qildi. Ukraina mudofaa kuchlari va maxsus xizmatlarga Rossiyaning ushbu zarbasiga javob berishimizning ehtimoliy shakllarini taklif etishni topshirdim, deb ta'kidladi Zelenskiy. Prezident so'zlariga ko'ra, u ukrainalik diplomatlar bilan bugungi kunda havo hujumidan mudofaa uchun raketalarni izlashda turgan vazifalarni batafsil muhokama qiladi. Hamma ballistik tizimlarga va ularning raketalarga e'tibor qaratish kerak. Bu birinchi darajali ustuvor vazifa bo'lib, xususan Ukraina diplomatiyasining may-iyun oylaridagi faoliyatini baholash, osmonni himoya qilish kuchlarimizning yetarli darajada ta'minlanishiga bog'liq bo'ladi, deb qo'shimcha qildi Zelenskiy. Prezidentning eslatishicha, 13 va 14 may kunlari ommaviy hujumlar chog'ida rossiyaliklar 1567 ta dron va 56 ta turli raketalardan foydalangan. Shu bilan birga 94% dron va 73% raketa urib tushirilgan. Asosiy muammo ballistika va minglab front orti infratuzilma obyektlari hamda shaharlarimizni himoya qilishdir, dedi prezident. Shuningdek, Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi, harbiy havo kuchlari va mudofaa vazirligiga Ukraina osmonni himoya qilish kuchlarining ehtiyojlarini qondirish va zarur uskunalar, xususan radarlarni yetkazib berishni ko'paytirish bo'yicha aniq topshiriq berildi. Eron Hormuz bo'g'ozini barcha kemalar uchun ochdi, ammo bir sharti bor.
Hormuz bo'g'ozi Eron harbiy dengiz kuchlari bilan hamkorlik qiluvchi barcha kemalar uchun ochiq. Bu haqda Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Press TV telekanaliga bergan intervyusida so'z ochdi. Bizning nuqtai nazarimizga ko'ra, Hormuz bo'g'ozi barcha savdo kemalari uchun ochiq, ammo ular bizning harbiy dengiz kuchlarimiz bilan hamkorlik qilishi kerak degan Aroqchi. 5-may kuni Eron Hormuz bo'g'ozi orqali kemalar harakatini nazorat qilishning yangi tizimi joriy etilganini e'lon qilgan edi. Unga ko'ra, kemalar Eron hokimiyatini rasman xabardor qilishi va elektron tarzda ruxsat olishi lozim. Nashrning yozishicha, Tehron Hormuz bo'g'ozi ustidan nazoratni kuchaytirmoqda va uni boshqarish uchun ikki tomonlama kelishuvlarni tuzmoqda. Agentlikka ko'ra, bo'g'oz endi neytral tranzit yo'lagi emas, balki nazorat qilinadigan koridorga aylanmoqda. Xabarda ta'kidlanishicha, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklarida Hormuz bo'g'ozini chetlab o'tuvchi neft quvurlari mavjud. Biroq Iroq, Kuvayt, Qatar va Bahrayn energiya resurslarini yetkazib berishda asosan shu bo'g'ozga bog'liq. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.